yaxshi gapni o'tkazib yubormaydi. Suyukligimiz, Habibimiz, shafoatchimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Qiyomat kuni bir banda keltiriladi. Hayoti chog'ligida qilgan yaxshi amallari go'yo ana shu tog'lar kabi ko'p bo'ladi. Shunda nido qiluvchi kim bu bandadan hayoti chog'lik paytida zulm ko'rgan bo'lsa, kelib haqqini olsin deya nido qiladi. Shunda bandalar kelib yaxshiliklardan olishadi. Hatto qilgan yaxshiliklarning hech narsa qolmaydi. Banda hayron boqib turganida Alloh taolo aytadi: "Mening huzurimda sening bir xazinang bor. Uni farishtalarimga ham, maxluqotlarimga ham ko'rsatmaganman. Banda, u nima ya Rob? Sening yaxshi niyatlaring. Sen har bir yaxshi amalga niyat qilganingda har biriga 70 dan oshirib savob yozar edim" deydi. Subhanalloh, subhanalloh. Qarang azizlar. Ajr qora sedana bo'ladimi? Yurak amri bo'ladimi? Vaqf bo'ladimi? Rahmat shef bo'ladimi? Doda kofe bo'ladimi? Ajr family bo'ladimi? Hammasi ana shu yaxshi niyatlarimiz bizni azizlar. Shu bilan boramiz Alloh taoloning oldiga. Va bu ishlarimiz ulug' niyatda qilingan. Butun dunyoga o'zbekning saxovatini ko'rsatsin. Butun olamga nur taratsin, muammolarni yetsin, yaxshiliklar ulashsin, yetim faqir miskinlarning koriga yarasin, gunohlarimizga kafforat bo'lsin degan ulug' niyatda tashkil etilgan bular. Maylida bu niyatlarimiz amalga oshsa oshmasa biz u yerda u natijani ko'ramiz. Chunki shunday ulug' niyatlar bilan bu ishlarni qilyapmiz azizlar. Siz ham har bir ishimizda safarbar bo'lganingizda, yonimizda mustahkam turganingizda, bizning chorlovlarimizga labbay deganingizda, hattoki shu ajr sedanani xarid qilib, ham o'zingizni salomatligingizga foyda qilayotganingizda ham shu ulug' niyatni qalbingizga tuging azizlar. Har bitta ajr qora sedana hattoki donasida ham yaxshilik bor, saxovat bor. Hadeb odamlarga yalinib boshimizni egib pul so'ramaslik uchun bu saxovatlarni, bu yaxshiliklarni o'zimizni ulug' tijoratlardan qilaylik deya bularni tashkil etganmiz, bilasizlar. Bular inshaalloh katta konsertlar, zavodlar, ishlab chiqarishlar bo'lsin. Buni tasarrufida minglab, 10 minglab, 100 minglab ishchilar yaxshi maoshlarga ishlasinlar, baraka topsinlar. Qolaversa bundan tushayotgan daromad xalqning manfaatiga xizmat qilsin. Bizdan qoladigan sadaqa joriya bo'lsin. Ajr qora sedana. Bu o'zimizniki azizlar. O'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlang. Ham salomat bo'lasiz, ham saxovat qilasiz. Har kun ichishni odat qiling.